Burunlardan yüz bergen, bel yatavraş olsun, yoki Pokistonda yüz bergen suv afati olsun, yoki boshqa bir yerda yüz bergen sho'rg'anli olsun, yo qattiq bo'ron bo'lsin, yoki bir yerda yüz beradigan yanardog' ofatlar olsun, bu koinotda Allohning taqdiri bilan bu ofatlar pat-pat yuqori deganimizda yüz berib turadi. Bu ish bo'lgan vaqtda ba'zi bir shaxslar yoki ba'zi bir kishilar bu masalani kangri atrofliq izlanib, obdan tadqiq qilib, oldirmay, hukm chiqarmay, g'achchirlan bir ish bo'lib bo'lishlar Allohning bular bergan azobi. Allohning bular bergan jazosida g'achchidan ilohiy nom bilan tamg'ivosadigan, ilohiy haq bilan hukm chiqargan bunday bir xato usullar jamiyatda pat-pat uchqab turibdi. Bu yangi masala emas. Shunga bu yatavrashga o'xshash Allohning taqdiri bilan, Allohning o'rinlashtirishi bilan yüz beradigan bu ofatlar yüz bergan bo'lsa, Alloh taolo bu orqali, masalan, yatavrash misol olsa, qiyomat kunida zo'r darajada, dunyoda siz anglab boqmagan, ko'rib boqmagan, mislsiz darajada, bir insonni saqlanmaydigan darajada bir yatavrash yüz beradi. Uning tayyorligini qilinglar. Deb tayyorlik chaqirish signali subdi. Yoki ba'zi insonlarni iymon hidoyat chaqirish uchun, yana ba'zi g'aflat kirib qolgan, men 5 yildan keyin namozni boshlay deydigan, ya bu yil zakatni bermasam 2-3 yildan keyin bersam bo'ladi deb zakatni bermaydigan bir xillar bor. Ba'zi ibodat ishlar kelgan chaq men taqkishak cho'ng bo'lgan chaq 60 yosh kirgan chaq asta masjidga kirib olsam bo'ldi deydigan g'afillar bor. Har xil g'afillar. Bu g'afillarningki to'g'ri yo'lga qaytishiga bir signal subtida. Xo'sh. Fursat subtida bo'ladigan ogohlantirishlardan iborat. Demak, bu yatavrash olsun, yoki yanardog' olsun, yoki kalkunga o'xshash bunday bir ofatlar bo'lib qolsin, sinoq subtida yuz berishi mumkin. Chunki Alloh taolo insonlarni bu dunyoda sinoq uchun yaratdi. Umumiy sinoq uchun bo'lishi mumkin, yoki ogohlantirish uchun bu ofatlar bo'lishi mumkin, yoki ma'lum shaxslarga qarta yoki ma'lum bir qavmga qarta jazolar subtida bo'lishi mumkin, yoki rahmat subtida bo'lishi mumkin, yoki uningdan boshqa sabab uchun bo'lishi mumkin. Bu masala bizga nisbatan yatavrashdan hikmati sabab bizga nisbatan g'aybiy masala bo'lganligi uchun buningda aniq bir narsa deya olamiz, deyolmaymiz. Demak, buningga o'xshash tabiiy ofatlarning sinoq ekanligi yoki azob bo'lganligi, yoki ogohlantirish uchun bo'lganligi, yoki biror qavmga qarta jazo subtida bo'lganligi, yoki rahmat subtida, yoki boshqa bir sifatda bo'lganligini faqatla yaratish Alloh biladi. Xo'sh. Buni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Biz bu sababdan bo'lgan, ma sababdan bo'lgan deb Allohning taqdiriga aralasha olmaymiz. Qur'oni Karim qarasak, siz o'qigan oyatdagi va boshqa bir nechilgan millatlarning vayron bo'lganligi, bir qismining balkim salobati bilan, bir qismininki yurtininki vayron bo'lganligi bilan yatavrash va boshqa sabablar bilan ba'zilarning ovoz yuqori bosimli ovoz vayron bo'lganligi o'xshash voqeliklar bayon qilingan. Ham ilgirki millatlarga iymon aytmaganlik sababidan, kafir bo'lganlik sababidan Alloh taolo bir butun halok qilib o'tgan, bir butun vayron qilib o'tgan millatlarning misolini, shular yuz bergan shu ofatlarni Turkiya musulmonlarga tatbiqlash, Turkiyadagi ofatni ashuna o'xshash. O'z vaqtida Alloh taolo falon qavm bu ofatni bergan, bu Turkiyada yuz bergan bo'lsa-mu yana bu Allohning jazosi deb tatbiqlash tamoman xato. Nima uchun xato desa? Chunki yatavrash, o'xshash inson aralasha olmaydigan. İnsanның hech qanday daxli bo'lmagan, bevosita Allohning taqdiri bilan bo'lgan bu ofatga, ya bu musibatga, yoki bu hodisaga, yoki bu odatdan tashqari masalaga andaq mandaq deb hukm chiqarib bo'lmaydi. Xo'sh. Hamda uning ustiga bu masala insonning ixtiyori bilan bo'lgan ishlarga o'xshamaydi. Masalan, insonda ixtiyorligini sal qarash sababidan, insonning mas'uliyat sababidan, yoki inson nafsiy xohishiga ergishib kelib chiqqan musibatlar bor. Bunga o'xshamaydi. Masalan, misol olaylik. Biz Sharq Turkistonliklar mahkumlik ushurdikmi, mahkumlik ushurdik. Qulluqqa qoldigimiz qulluqqa. Buning sababi Allohning taqdiri bilan bo'ldimi? Ya'ni Alloh taoloning bevosita bu Uyg'ur millati yoki Sharq Turkistonlik 200 yillik hayotda qul holat yashaydi, hukm besib o'tganlikdan bo'ldimi bevosita yoki o'zimizdan sababidan bo'ldimi? Evet, o'zimizdan. Bu o'zimizdan sababidan bo'ldi. Bu ikki nuqtani ayirish lozim. Yatavrashda insonningki daxli bormi? Aralasha oladigan taraf bormi? Yo'q. Bevosita Alloh taolo qaror qilgan qaror bu. Taqdir.
Şu bir yer ve ma asabekum musibet. Sizlarga kelgan musibat sizlardan degani, ya'ni sizlarning ta'siringli bo'lgan, sizlar sababchi bo'lgan, va sababchi degan mas'uliyatsizlik, g'ururlik, ishbiyonlik, jasuslik masalan millatimiz yuz bergandek, nafsi xohish aytgan bu musibatga sababsizlar. Endi ya davrash olsun, kalkun bo'lsin va buni bevosita Allohning irodasi bilan bo'lgan, hech qanday bir insonning irodasi bilan aralashamaydigan bu ishning hukmini faqatla bilguchi, qaro qilguchi Alloh. Sınav üçün bo'ldimi? Rahmat üçün bo'ldimi? Ogohlantirish üçün bo'ldimi? Azob üçün bo'ldimi? Ya boshqa buni bilguchi Alloh. Musibat kuchirgan minglarcha insonning har birisi xilma-xil sinab kuchir ekan. Birileri uchun jazo bo'lsa, birileri uchun rahmatga aylanadigan. Nurg'un insonlarning Allohga qaytishini rasmiy qilib sabab bo'lganda bu hodisamda. Qur'on Karim qarasak, bu nurg'un oyatlarimiz, yig'ib mazmun qilarsa ve ma nursil bil ayat illa tahrifa. Biz ayetlerimiz, yani kudretlerimizni, bu tabiatta, kainat yüz bergan voqealiklar, hadislarni bir millatga, bir yurt avatiga bo'lib qolsa, tahvif uchun, ularni ogohlantirish uchun, qo'rqitish uchun, Allohdan qo'rqinglar, Allohning azobidan qo'rqinglar, o'lim va o'limdan keyin hisobdan qo'rqinglar, qiyomat kuni bo'ladi buningdan ehtiyot qilinglar degan bu sifatda avatimiz. Yani bu oyatga asosan Peygamberden başka her qanday bir insan sahbelik o'tkazam, sahbelik o'tkazsin. Uning illat nuqson bormisi bor. Alloh taolo balki mushu oyatlar orqali, ya'ni mushu tabiatda odatdan tashqari paydo qilayotgan qudratlar orqali kamchilik bo'lgan insonlarni to'g'ri yo'l qaytarish uchun bergan rahmatini qeydab tushansakmi? Tushamdi tushadi. Xo'sh. O'lib ketganlar aqida sog'lom bo'lsa bir ozlik izohlaymiz. U shahid darajasiga yuqori martabaga erishgan insonlar. Hayot qolgan insonlar haqida bir azizga to'xtam. Bularga nisbatan rahmat. O'zi bu rahmat seni. Demak, bu yerda yatavrashga o'xshash Allohning qudratini ko'rsatadigan bir ofat koinot yuz bersa, ishning oldiga obdan tekshirib tadqiq qilmaylar. Bir oyatga qarablam, yoki bir hadis qarablam, butun oyatlarni jug'lab, butun aslarni jug'lab hukm chiqarmay. Mana bu Allah'ın palani milletki bergen azabı, palani milletki bergen cazası edip, üyedeki Müslümanların ruhini sunduruş, psikikisini buzuş, yarının üstüge tuz sipeş, bu şeriat ölçümündeki en çok nadallık. Davet kılış uslubundaki en çok sapasızlık, hem ahlaksızlık. Öyle avatkan adamga takınma, ruhi cihetten, manevi cihetten zarbi uğrayan gapni kılış. Bu şer'iyet kim o şeriat kim uygun emas, ahlak kim uygun emas. Davet qilish asla uygun emas. Çünkü en yaxshi davrda yaşagan sahabeler İslamning tarixida en yaxshi davr atalgan sahabeler davridimi Alloh taolo koinot o'rlashgan ofat yuz bergan. Masalan, bunun qatorida misol olsak, vabo kasali yuz bergan. En ilg'or sahabeler vabo kasalida ko'plari bu dunyodan ketgan. Ama bu sahabeler duch kelgan shu tabiat bugun zaman yoki shu koinot yuz bergan voqea sahobalar berilgan sinoq deb qarashimiz to'g'rimi yoki sahobalar kelgan jazo deb qarashimiz to'g'ri? Biz ularni eng yaxshi desak deb qaraydigan bo'lsak, endi u tabiatda ya koinot Allohning o'rinlashtirib yuz bergan u ofat ular jazo desak, nima uchun bu qo'sh o'lcham bilan hukm chiqaradi? U yerga kelgancha sahobalar bashar kelgan sinoq dediglar, bugun kunlikda Turkiya musulmonlarining va Suriyaning bir qismi musulmonlar kelgan bu ofatni sinoq demay, yoq Allohninki azobit edip ilahi nam bilan hüküm çıkarış bu ahlaksızlık emasmi? Şeriatning ruhi tamamen zid emasmi? Bu sebepten qaraydigan bo'lsak, ba'zi bir kishilar haddidan oshib bütün hamma narsa bilib ketadigandak, Allohning taqdirining nima uchun bo'lganligini ko'rib turganga o'xshash, bunda bir ofat bo'lib qolsa, qatchini maydonga chiqib, Allohning paloni millatga bergan jazosi, balasi deyishi bu shariatga, aqlga, axloqqa uygun emas. Ama afsuski Türkiye'de bir kısım vaizler, ahli ilimler emas, bir kısım alimler emas, bir kısım vaizler özlerini perişte makamına koyup hatalaşmaydigan, başkalarını günah masiyet petip ketken göre bu Türkiye'de yüz bergen yatavrash ofatini Allohninki bular bergan jazosi deb jo'lamaydi. Bu shar'iy nuqtadan, axloqiy nuqtadan, ilmiy nuqtadan tamamen xato.